Kelin. Ho, Labi. Hoy kelin. Labi oyijon. Yo, siz nima Durdonaxonni chaqiryaptim. Durdonaxon, Labi oyijon. qani bu yoqqa kelingchi. Tinchlikmi? Keling qani qizim. Mana bu shirinliklarni hammasini do'kondan siz uchun olib keldim. Voy. Oling, mazza qilib yeng. Oling qizim. Rahmat oyijon. Voy. Rahmat. Oyijon, menga shu yetadi. Yo. Hammasini sizga olib keldim. Bir yegiz kelganda, ko'nglingiz tusaganda yevering, xo'pmi? Erkak kelin bo'ldingiz. Ja, erkalatib boryapsiz. Meni ham shokolad yegim kelyapti. Yegiz kelsa, do'kon to'la konfet. Erizga ayting, ishdan qaytayotgan paytda olib keladi. Kelin po'sha, hammasini xonangizga olib kirib qo'ying, xo'pmi? Boring qizim. Rahmat oyijon. Bora qoling. Ehtiyot bo'ling, o'zingiz ehtiyot qiling-a. Ha, ovqatni bugun siz qiling, bugunchalik. Oyijon, o'qishdan biroz charchab kelgandim. Nimaga charchaysiz? Nima o'qishga ketmon chopyapsizlarmi? Ovqat qilishga ovsinimchalik o'quvim yo'q. O'zlari qilsinlar. Ovsinizni yog'dan ko'ngli aynayapti. Bir kun qilsangiz hech narsa bo'lmaydi. Boring, tayyorgarligingizni ko'ring. Xo'p bo'ladi. Bo'ling, harakatingizni qiling. Shunaqa ham bo'ladimi? Alo, Labi jallaka. Nima bo'ldi? Haligi shifokorga uchrashdingmi? Ha, uchradim. Bosh shifokor nima dedi? O'tgan kuni qo'yarga qo'ymasdan tekshiruvlarga olib kirganding. Javobi chiqdimi? Chiqdi. Xavotir olmang, hammasi joyida. Yaxshi niyat qilsak, albatta farzandli bo'lar ekanmiz. Ha, yaxshi. Aytdim-ku senga, xavotir olaverma dedim. Xavotir olganim yo'q. Bo'pti, men ishlarim bor edi. Xo'p, mayli, uyga boray gaplashamiz. Xo'p. Endi nima qilaman? Shifokorning gaplarini jallakamdan yashirdim. Lekin baribir bir kunmas bir kun oshkor bo'ladi-ku. Yaxshisi onamdan maslahat so'rayman. Demak, hozir to'g'ri oyimning oldilariga boraman. Kelin, Dadajon, ovqatga nima soldingiz? hech narsa solmadim. Tuzi sal pastroq ekan, o'shanga. Nega rangingiz oqarib ketdi? Mazangiz yo'qmi? Yo'q, ro'paramda turganingizga qo'rqib ketdim. Ovqatlanib olib bora qoling. Kechirasiz. Arzimaydi oyijon, osh bo'lsin. Choy. Kelin, Labi? siz ovqat ichmadingiz? Tinchlikmi? Ha, haligi ozroq ishtaham yo'q. Keyinroq ovqatlanarman. Ha, boya nima qilayotgandingiz? Kosaga bir narsa soldingizmi?
Aytdim-ku, ovqatning tuzi sal kamroq bo'lgan ekan deb, dadajon. Ay, shunaqami? Iloji bo'lsa ovqatga tuzni kamroq soling. Tuz ham zarar. Aha, xo'p bo'ladi. Ziyodaxon, nega rangingiz oqarib ketdi? Qo'llaringiz ham qaltirayapti. Yo'q. Bilmasam, yaxshiman. Ish qilib kasal-pasal bo'lib qolmadingizmi? Yo'q. Oyijon, sizga ko'k choy damlab Ha. kelingmi? Men kofe damlamoqchi. Mayli, ko'k choy damlang. Yo'q. Siz o'tiring. Oyijon, o'zim sizga ko'k choy damlayman. O'zimni ham sutli qahva ichkim kelgandi. Ikkalamizga ham damlayman. Oyijon, keling choy beraman. Juda achchiq. Mana shu ko'k choy yaxshi-da menga. Unda men opamga Mayli, yordam sizga bering. yordam bering. Xo'p. Opa. Sizni ham ovora qilib qo'ydim-a? Yo'q. Menga bering, o'zim damlab olaman. Ovorasi bormi? Nima, menga ishonmayapsizmi? Yo'q, bu nima deganingiz? Nega ortimdan darrov keldingiz unda? Xuddi ishonmagandek bo'lib. Oyijon aytdilar, boring, idishlarni yuvib qo'yasiz dedilar. Ular sizni o'ylayaptilar. Mayli, oling. Damlang o'zingiz. Hali ko'ramiz. Rejam bu safar amalga oshmadi. Lekin kelasi safar albatta amalga oshiraman. Ziyodaxon? Bu nima qilganingiz? Men hozirgina shu yerni supurgandim. Voy, atay qilmadim Durdonaxon. Qo'limdan tushib ketdi. Uzr, kechirasiz. Mayli, hech qisi yo'q. Mayli, o'zim po'choq soladigan idishga solib qo'yaman. Choy ichib keting, nonushta tayyor. Yo'q. O'qishga kech qolyapman. Mayli. Ha, Ziyodaxon, sahar o'qishga ketdim deb kech qilib kelasiz. Iloji bo'lsa, ertaroq qayting. Ovsinizga qarashing. Hamma ish ovsinizga qolib ketyapti. Shuni bilsangiz bo'ldi. Voy, oyijon. Qarashyapman-ku meni. Ayting, Durdonaxon. Ha. O'zi bo'yida qilgan ishlarim ham ko'rinmas ekanda. Mayli, qarashinglar bir-birlaringga. Ya. Jahl qilib ketdim-a? Mayli oyijon, qo'yavering. Menga uy ishlari og'irlik qilmayapti. Nima bo'lyapti o'zi unga? Ha, mayli. Ishingizni qilavering, bolam. Xo'p. Durdona. Labbay, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsanmi? Voy. Men aytgan narsani olib keldingizmi? Ha, mana ichida. Sen so'raysan, men olib kelmayman. Yoqdimi? Rahmat, kattakon. Xursandmisan? Yoqdi. Oyijoyingda emasmikanlar? Ha, ularga o'zim tushuntiraman. Hammaga olardim, u pulim yetmadi-da. Shunisiga ham rahmat. Mayli, ketdik.
Ovsinjon, nimaga ovqatingizni oxirigacha yemadingiz? Ishtahangiz yo'qmi? Yoki xonangizga berkitib, olib kirib ketgan narsangizdan berkitib yeb oldingizmi? Kelin, bu nima deganingiz? Uzr dadajon, aytmasam bo'lmaydi. Nimani? Oyijon, o'zingiz aytgansiz. O'g'ri tamoqlik qilmayli, nima bo'lsa o'rtaga qo'yib yeyli degansiz, to'g'rimi? Xo'sh, shunga nima bo'pti? Boya qaynam ovsinimga nimadir olib keldi. Ovsinim bo'lsa uni xonasiga olib kirib yashirib qo'ydi. O'rtaga qo'yishganlarda biz ham yerdik. Sen joydami seni? Nimaga birovlarni shigarlashyapsan? Yegisi kelgandirki yashirib yegan. Xo'p, shunga nima bo'pti? Shuni hamma o'tirgan oila davrasida aytish shartmi? Nima ahmoqmisan sen? Nima men ahmoq bo'larkanman? O'tgan safar bitta shokolad yashirib yeganimga qanaqa urushgandingiz? Xonaga olib kirganimda urushib oshxonaga chiqazibordingiz. Nega bu yashirib yeydi? Sen ishing bo'lmasin. Ovsining homilador. Sen ham homilador bo'lganingda biz buni tushunardik. Farosatsizmisan? Kelin, arzimagan narsani deb janjal chiqarmaylar. Eshitganlar nima deb o'ylaydi? Ziyodaxon, qizim yaxshi ish qilmadingiz. Hammani kayfiyatini buzdingiz. Boring eringizni yoniga. Nega hammani oldida menga baqirasiz? Sen to'g'ri ish qilmading. Ovsining aybini hammani oldida aytib, nimaga erishding, a? Sen bu qilgan ishing uchun o'zi. Urmoqchimisiz? Senga yaxshi ish qilmading deyapman. Sen o'zi nimaga ovsiningga hasad qilasan, a? Havas qilaymi? Ha, havas qilgin. Hech qachon. U yetimvachcha nimasiga havas qilaman? Men obro'li, o'ziga to'q xonadonning qiziman, tushundingizmi? U havas qilsin menga. To'g'ri. Sen undan yaxshi oilani qizidirsan. Lekin seni iching qoraligini bilmagan ekanman. Of. Hali shoshmay turlaring. Baribir shu ovsini uydan haydatiraman. Nimaga endi u bu uyda e'tiborda, hurmatda bo'lish kerak? Qayoqdagi yetimcha? Horming. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, rahmat. Voy, bu nima qilganingiz? Nima bo'pti? Kerak bo'lgandan keyin tozalaysiz. O'zingiz supurmaganga yarasha birovning mehnatini ham qadrlashni bilmas ekansizda. Menga qara, tiling chiqib qoptimi? Sensiramang, hurmatingizni biling. Sen nima deyapsan? Hey, tinchlikmi? Nima bo'lyapti bu yerda? Oyjon. Mana u keliningiz menga aql o'rgatyapti. Oyjon, bitta hovli supurganni minnat qilyapti.
hadeb mahmadanalik qilmasdan boring kiyimlaringizni almashtirib kechki ovqatni harakatini qiling. Voy. Haligacha bitta ovqat solmadinglarmi? Tushunmadim. Bu nima muomala? Yo'q, oyijon, noto'g'ri tushundingiz meni. Shunchaki uyda ikkita ayol bor deb. O'ziniz ovqatni solib qo'ygan. O'shani guruchni soling deyapman sizga. Xo'p. Xafa bo'lmang bolam. Ishingizni qilavering. Xo'p, oyijon. Assalomu alaykum kenay. Yaxshimisiz? Va alaykum Rahmat. assalom. Bahodirjon, bugun Durdonaxon uyiga ketdilarmi? Ha, o'zim ruxsat bergandim. Ishdaligimda xolasinikiga borib tursin degandim. Ha, yaxshi bo'pti. Bir narsani aytsammikin? Mayli, aytay. Nima ekan? Aytavering. Noto'g'ri tushunmang faqat, xo'p? Nima bo'ldi o'zi? Xotiningiz ketayotganida bir yoshgina yigitni mashinasiga o'tirib ketdi. Xafa bo'lmang, lekin ko'chada o'tgan safar ham xuddi o'sha yigit bilan ko'rib qoluvdim. Yo'q, sizni xotiningizga ishonishingizni bilaman, lekin baribir ham ozroq qattiq tursangiz yaxshi bo'larmidi? Endi hamma ham emas, to'g'ri. Ba'zi birovlar uyimga ketdim deb ko'chada xohlagan ishini qilib yurishadi. Ko'p ko'rganim uchun ehtiyot bo'ling siz ham. Endi Durdonaxon lekin yaxshi qiz. Yaxshi. Allo. Qayerdasan? Assalomu alaykum Bahodir aka. Xolamnikidaman, tinchlikmi? Telefoningni xolangga ber. Nima bo'ldi? Telefoningni ber deyapman. Allo. Ha, kuyov bola tinchlikmi? Assalomu alaykum. Durdona tayyorlanib tursin degandim. Hozir boraman. Xo'p, mayli, kelavering. Xo'p. Yana asabiylashib yurmang, xo'p, qattiq gapirib. Shunchaki aytdim. Ehtiyot shart. Durdonaxon, Durdona. Bahodir aka, Yur. nima bo'lyapti sizga? Kenayi. Xo'la bey. Ha, Bahodirjon. Tinchlikmi? Agar janjallashgan bo'lsanglar, meni aralashtirmanglar. Birovning o'rtasiga tushishni yoqtirmayman. Boya kimni mashinasida ketding sen? Tinchlikmi? Nima bo'ldi o'zi? Men tushunmayapman. Sen hali begona mashinada yuradigan bo'lib qoldingmi? Bahodirjon, Nimalar deyapsiz? Sizga nima bo'ldi o'zi? Nima gap? Nima bo'lyapti? Nima bo'ldi o'zi? Nega urushyapsizlar? Oyjon, o'g'lingiz menga tuhmat qilyapti. Nima? Men ishdan kelgunimcha uyga ketib qopti. Begona taksi chaqirib ketgan yana. Mana shunga jahlim chiqyapti. Nega begona mashina bo'lar ekan? Mahallamizdagi Davron bor-ku. Oyog'i oqsab yuradigan. Men o'shani mashinasiga o'zim o'tkazdim. O'zim jo'natdim-ku borib keling deb. ha, aytdim-ku Bahodirjon, vahima qilmang, shunchaki hushyorroq bo'ling deb. Mayli, men ichkarida ishlarimni qila qolay. Ha, bolam. Kelinni bekor xafa qilding.
Axir kelinim homilador bo'lsa, nega mendan so'ramaysan nima bo'ldi deb? Bor endi. Oldiga kir. Ko'nglini ol. Xo'p. Odam bo'lmay ketinglar. Durdona, kechir meni. Oxirgi paytlar sizga nima bo'lyapti? Sizni umuman tushunmayapman. Seni qattiq yaxshi ko'rganim uchun rashk qildim. Lekin bu oddiy rashk emas, tuhmat edi. Uzr, seni siqilishingni istamagandim. Hammasi bexosdan bo'lib ketdi. Yaxshi ko'rganim uchun bo'lyapti-ku. Menga ishonmaysiz deb qo'rqib ketdim. Senga ishonaman. To'g'risini ayting. Sizni miyangizni kim bunchalik zaharladi? Qo'ysangchi shunaqa narsalarni. Bo'ldi, mana shu mavzuga qaytib qaytmaylik. Qani, kulib qo'ychi. Kul. Mana bu boshqa gap. Qani ayt, nima yeging kelyapti? O'zi hozir keldik-ku ko'chadan. Menga farqi yo'q, aytur. Rostini aytingmi? Ha? Shokoladli muzqaymoq yegim kelyapti. Bo'ldi, hoziroq muhayyo qilamiz. Voy. Kim? Hozir. Voy! Assalomu Voy alaykum. o'zim asal qizim, shakar qizimman. Oyijonim o'zim, yaxshimisiz? Yosh keldingmi? Rahmat. Xuddi kelishingni bilgandek osh qilayotgandim. Sizni oshingizni yaxshi ko'raman. Ke qizim, ke o'tir. Ke bolam, ke. Ha? Yosh keldingmi? Yaxshimisiz? Ilohoyim, tinchlik xotirjamlik bo'lsin, qo'shganing bilan qo'shaqaring. Amin. Allohu akbar. Qalaysan? Yaxshimisan qizim? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Gapir. Nima gaplar endi? Ish qilib, qaynonang senga yomon gapirmayaptimi? Nima qilsam ham shu ovsinim suvdan quruq chiqyapti-da, oyi. Ha, qo'yaver. O'sha yetimchi ovsiningchi? Shundoq qilamizki, uydan qandoq chiqib ketganini bilmay qoladi. Oyi, biror yo'lini topaylik. Uyda hamma unga parvona. Men bilan hech kimning ishi yo'q. Yolg'izlanib qoldim. Hamma uni yaxshi ko'rib qolgan. Bitta bola bilan hammaning mehrini qozonib oldi. O'sha ovsiningchi o'zi. Rosa pismiq ekanda, a? Nimasini aytasiz? Nima bo'lganda ham o'sha ovsinimni yoqtirmayman. Hammani ko'ziga bir anu muloyim mushukchidek ko'rinadi. Ichidan pishgan. Shu uydan daf bo'lsaydi tezroq. Qaynonam bilan qaynotam menga e'tibor qaratishgan bo'lardi. Qo'yaver. Menga qara. Senchi? Men aytganimni qilsang bo'ldi. Yo'lini topamiz, qizim. Rostdanmi? Nimani o'ylab qoldingiz? Qo'yaver. Bu yog'ini o'zim amallayman. Faqatchi o'sha men bergan narsalarni-chi ovsiningga yedirib, ichirib tursang bo'ldi. Uyda kimdir bormi? Endi-da dadang kelib qolmasinlar deyapman. Tushundingmi? Halichi
Keyin ungni kelinchagi bo'lib o'tirasan. O'zing aytgandek malikai turandot bo'lib. Bu pulga nafaqat qaynonam, balki erimni ham ko'nglini olsam bo'ladi. Uyga sal kechroq borsam ham bo'lar. Borgunimcha ishlarni hammasini o'zinim saramjon qilib qo'yadi. Men bo'lsam maza qilib do'kon aylanaman. O'zim zo'rmanda. Alo. Assalomu alaykum oyijon. Alaykum Yaxshimisiz? Kelin qayerdasiz? Ko'chada edim. Uyga kelyapsizmi? Ha? Faqat do'konga bitta kirib keyin boraman, xo'p? Bir ikki oladigan narsalarim bor edi. Mayli, ertaroq keling, xo'pmi? Xo'p bo'ladi oyijon. Sizga ham bu narsa olmoqchiman. Mayli, tezroq keling. Xo'p. Yes. Assalomu alaykum oyijon. Hormanglar. Va alaykum Keldingizmi? assalom. Yaxshi keldingizmi qizim? Uydagilar hammasi yaxshimi? Ha. Yaxshi o'tiribsiz. Kenajon, Mana Nimalar oyijon. ko'tarib yuribsiz? Nimalarni Bu ko'tarib yuribsiz? sizga. Voy. Voy, menga-chi. Bunisi sizga. Voy bolam. Rahmat kenajon. Ovora Arzimaydi, bo'libsizlar-da, ovora bo'libsizlar. Ha, qolib ketdimi suv? Hozir. Bu-chi? Kardigan. Eng qimmat brenddagi. Rahmat qizim. Bekor ovora bo'libsiz-da. Voy, ovorasi bormi? Aytgancha, yo'lda qo'shnimiz Hilol opani ko'rdim. Sizga salom aytvordilar. Salomat bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Yana mayli qo'yavering. Ha, tinchlikmi? Aytavering. Yo'q, hech gap yo'q. Dilingiz xira bo'lib qoladi-da. Gapiring, bolam, gapiring. Shu oilamizda kimdir ularga chiqib, och qolyapman deganmish. Sizni xasis deganmish oyijon. Och qoldim debdi. O'ylab gapiryapsizmi shu gapni? Men emas. Ularga kimdir chiqib aytibdi. Uzr oyijon, o'zi aytmang deyishgandi. Og'zimdan chiqib ketdi. Endi ularni oldida kim degan odam bo'laman? Ertaga chiqib yoqalashsangiz, keyin meni chaqmat chaqar deb aytishadi. Tilim qursin, kechiring oyijon. Kiyimlarimni almashtirib chiqing. Mayli. Buni ham olib kirib qo'ying, kelin. Bering oyijon. Tavba. Och qoldimmish. Meni uyimda-ya. Samiraxon. Sizga ham mazada. Nega unaqa deyapsiz, kenayi? Turmushga chiqmagansiz. Ikkita kelingiz bor. Shunchaki havasim kelyapti sizga. Ha, endi sizlarni davringlarda mazza qilib yursam yuribman-da. Aytmoqchi, Shohruz degan tanishingiz bor ekan-a? O'sha yigitni taniyman. Qayerdan taniysiz? Qizlik mahallamda yashaydi. Bir ikki marta sizlarni ko'chada ko'rdim. Kenayi, bu haqda akamga aytib yurmang-a. Voy, o'libmanmi aytib, nima aytaman? Ikkalamiz oramizdagi sir bo'ladi. Faqat Nima faqat? o'sha kuni yonimda Durdona ham bor edi. Menga-ku ishonishingiz mumkin, lekin Durdona kelingizni bilmayman. Unaqa demang kenayi, ularga ham ishonaman. O'zingiz bilasiz. Aytdim qo'ydim. Ha, aytgancha. Sovg'a uchun rahmat kenayi. Juda ham shirin ekan. Osh bo'lsin. Siz bundan-da ko'proq sovg'alarga arziysiz. Mayli, oshxonada ishlarim bor edi. Xo'p,
Tavba. Qo'shniga meni kim yomonlagan ekan? Bu qanaqasi bo'ldi endi? Oyi, kimga gapiryapsiz? Ha yo'q, o'zim shunchaki e'tibor berma. Oyi, shu kelinlaringiz rosa g'alati. Ularga ishonishni ham, ishonmaslikni ham bilmaydi odam. Gapirma. Qaysi biridan chiqqan ekan endi bu gap? Qaysi gapni aytyapsiz? Qo'shnimiz Hilola bor-ku. Ha? O'shanga uyimizdan kimdir chiqib meni rosa yomonlabdi. Biz shu hovlida och qilyapmiz deyishibdi. Meni xasis deb aytibdi. Ha, kecha darvozaga chiqsam, Ziyoda kenaying aytib qo'ydi. Bu gapni faqat bitta odam aytishi mumkin. U ham bo'lsa Durdona. Oyijon, choy damladim. Choy, faqat choy. Choy so'raganim yo'q-ku. Qo'shnilarga meni yomonlab yurishdan uyalmaysizmi, kelin? Oyijon, nimalar deyapsiz? Hay, sodda mug'ambir. O'zingizni bilmaganga olmang. Oyijon, men sizni hech kimga yomonlamaganman. Ishonmasangiz yuzlashtiring. Ha, endi bir kamim. Kelinim bilan chiqib, qo'shnim bilan yuzlashtirish qoluvdi. Kim aytgan bo'lsa ham tuhmat qilgan oyijon. Asabimga tegmasdan boring, ishingizni qiling. Xo'p, uzr. Oyi, kenayimni bekor urishdingiz-da. Ko'rib tursan-ku. Ikkinchi marta gapirmaydigan bo'ladi. Chiqib qo'ni qo'shnilarga. Men shunga arzibmanmi? Voy. Assalomu alaykum oyijon. Alaykum assalom. Yaxshi kelyapsizmi Ha, bolam? rahmat. Charchamasdan. Oyijon, uzr, biroz kech qoldim. Yo'llar rosa tirband ekan. Hech qisi yo'q. Bilaman. Qayerga ketyapsiz, yasanib olib? Ha, aytuvdim-ku. To'yim bor deyatuvdim-ku har kuni. ha. Dugonam Esladim. o'g'lini uylantiryapti. Ha. O'shanga ketyapman-da. Men siz yaxshi o'tiringlar, xo'pmi? Xo'p. Dugonalarim bilan bir uchrashaman-da. Kelin po'shcha, mana shu zanjiringizni bersangiz, hammasini ko'zini o'ynatib, Shumi? taqib borib kelsam. Mayli. Shu bo'lsa mayli. Mana. Keling oyijon, o'zim taqib qo'yaman sizga. Mayli bolam. Sizga yarashsa-da shu. Chiroylimi? Voy, assal oyijon. Hay, men tezda qaytaman. Iloji boricha ehtiyot qilaman. Hech ham xavotirlanmang. Yo'q, hijolat bo'lmang oyijon, taqoring Mayli. bemalol. Mayli. Juda ham qo'li ochiq kelinsiz-da. Bolam, rahmat. Aytmoqchi oyijon, bugun uyimga oyimga boraman deb qo'ygandim, shunga borib kelsam maylimi? Eringiz xo'p desa bemalol yotib qolay. Rahmat. Mayli. Mashinani aytib qo'ygan edim. Men ketdim. Yaxshi Bo'pti, o'tiringlar, xo'p, xo'pmi? xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p, yaxshi Eshiklarni borib yopib keling, o'tiringlar, ha? Kenayi, Samira? oyim xonalarda nima qilayotgandingiz? Yo'q. Xona tozami, yo'qmi shuni tekshirgani kiruvdim. Tushunarli. Yuring xonamga.
Yangi ko'ylak olgandim, o'shani ko'rsataman sizga. Voy, rostdan? Ha, yuring, keling. Shunaqa chiroyli. Yo'q, Alo, assalomu alaykum Akbar aka. Va alaykum assalom. Haligi biz bankdan tekshiruv qilayotgandik. Hop. Kredit to'lagan sanangiz keldi, agar esingizda bo'lsa. Ha, esimda. Shu to'lovni bundan qoldirmasdan to'lab olasiz degandim. Xo'p bo'ladi. Bugunoq to'lab boramiz. Mayli. Shuni aytib qo'y degandim. Hop. Ha, kim ekan dadasi? Bankdan. Ha? Onasi haligi uydagi pulni olib chiqqan. Kreditni bugun yopmasak bo'lmas ekan. Hozirgina bankdan qo'ng'iroq qildi. To'laydigan vaqtimiz bo'ldi. Haligi. Nega gapni ko'paytirasan? Bor pulni olib chiq. Dadasi. Bugun uyga kelsam, qo'ygan joyimda pul yo'q. Tushunmadim. Bu nima deganing? O'zim ham hayron bo'lyapman. Yig'ib yurgan pulimiz joyida yo'q. Axir u pulni kreditga to'lamoqchi edik-ku bu kun. Bu qo'ygan pul qayerqa yo'qoladi? Bilmayman. O'zim ham hayron qolyapman. Men uni ishlatganim yo'q, dadasi. O, menga qara. Agar to'y qo'yganmi, yo bu yoqqa ishlatgan bo'lsang, menga to'g'risini ayt. Faqat yolg'on gapirma. Voy, o'libmanmi sizga yolg'on gapirib, a? Bilaman-ku, kreditga buni yiqqanimizni bilaman-ku. To'lashimiz kerakligini bilaman-ku. Balki to'ygami u yoqqa ovurib o'shatib yo'qotib kelgandursan. Shuncha katta pulni to'yga olib boramanmi? Tekkanim yo'q umuman. Uf. Mayli. Hozircha hech kimga hech narsa demay tur. Men o'g'illaringdan so'rab ko'raman. Yo'q, mayli. So'rarsiz. Lekin shu paytgacha hech qachon pul yo'qolmagan uyimizda. Misi chiqadi. Baribir. Mana qarab turgin, olgan odam yana oladi. Mayli, siz ham indamay turingchi. Tavba. Hech qachon bunaqa bo'lmagan. Qanday qilib katta uyda pul yo'qoladi? Ha, hormanglar. Salomat bo'ling, oyijon. Durdonaxon, ovsinizni chaqiring. Nima qilyapti, nima ish qilyapti? Oshxona deydi. Ziyodaxon. Chaqiring. Ziyodaxon. Labi. Labi oyijon. Qani bu yoqqa kelingchi. Xo'sh, sizlardan bitta narsani so'ramoqchi edim. Shifonyerimda turgan pul yo'q. Oldin hech ham bunaqangi voqea bo'lmagan. Dadangiz bu pulni kreditni to'lash uchun yiqqanlar. Oyijon, balki yaxshilab qidirib ko'rish kerakdir. Yuring birga qaraymiz. Voy, ag'dar to'ntar qildim hamma yo'qni. Hech qayerda yo'q. Kim olgan bo'lsa ham pulga muhtoj odam olgandir-da. Men buni bilmadim-ku, lekin buni vaqt ko'rsatadi. Nima bo'lganda ham o'g'ri uyimizda. Oyijon, men pulingizni ko'rganim ham yo'q, bilganim ham yo'q. Men sizdan bilganmisiz deb so'rayotganim yo'q. Pul o'g'irlangan deyapman. Ikkalalaringdan bittalaringiz shu pulni olgan bo'lsalaringiz, undan ko'ra hozirroq bo'ynilaringga olinglar. Hozir bo'lsa aytilsa, kechirishim mumkin. Keyin oxiri yaxshi bo'lmaydi. Oyijon, bilasiz-ku, menga pul zarilmas. Qolaversa, o'sha kuni men uyimga ketgandim. Uyda faqat siz qolgandingiz. Ha, juda yaxshi. Xo'sh, sizchi? Oyijon, men umrimda birovni pulini o'g'irlamaganman. Menga birovni haqqi kerak emas. Tushunarlik. Ikkalalaring ham tan olishni istamadilaring. Shundaymi? Bilib qo'yinglar. Agar yashirayotgan bo'lsalaringiz, mendan yaxshilikni kutmanglar.
Oyi, mana, ichib oling. Bo'ldi, oyi, siqilmang. Siqilmay bo'ladimi bolam? Dadangam kechasi bilan uxlaganlari yo'q. Shuncha pulni endi qanday to'layman deb o'ylayaptilar. Bir yo'li topilib qolar. Ana akalarim ishlashyapti-ku. To'lovni kechiktirib bo'lmaydi qizim. Tavba, tavba. Pul qayerga ketishi mumkin hech tushunmayapman. Akalaring ham hayron. Oyi. Sizga bir gap aytmoqchi edim. Nima gap ekan, tinchlikmi? Bilmadim. Bu shunchaki shubha ham bo'lishi mumkin. Xo'sh, gapir. O'sha kuni to'yga ketganingizda sizni xonangizdan Ziyoda kenayimni chiqib kelayotganini ko'rgandim. O'sha kuni uyga ketganman degandi-ku. Kim biladi, balki xonangizni yig'ishtirib keyin ketgandir. Menga ular sizni xonangizni yig'ishtirib chiqqanlarini aytdilar. Lekin men unchalik ishonganim yo'q. Mayli, shu gap shu yerda qolsin. Akalaringga ham dadangga ham aytmagin. Bugunoq men u bilan o'zim gaplashaman. Oyi, faqat ularni urishib o'tirmang. Balki bu shunchaki gumon bo'lishi ham mumkindir. O'shaning uchun ham hech kimga aytmagin deyapman-ku. Xonamga kirdi degani, pulni oldi degani emas-ku. To'g'ri. Ko'ylaklar ham dazmol qilib qo'yilmagan. Qanaqa xotin bo'ldi o'zi bu? Paypoq hamma narsani o'zim izlashim kerak. Hammasi bardak. Buni qara. Mana shu tepada ham paypoq bo'lishi kerak. Shuncha pul. Ziyoda yonida naqd pul olib yurmasdi-yu. Ota-onasi ham pul kerak bo'lsa, doim kartasiga tashlab berishardi. Tushunmadim. Pullarni qayerdan oldi ekan? Jallaka. Bu meni pullarim. Shkafdan oldingizmi? Bering. Seni pullaringmi? Ha? Adashmayapsanmi? Yo'q, nima deganingiz bu? Tort qo'lingni. Oyim bergandilar, bering. Bu ota-onamni pullari. Tuhmat qilmang, Jallaka. Bu meniki. Nima hozir pulni o'g'irlaganingni pastga tushib, hammani oldida sharmandangni chiqazaymi? Jallaka. Menga qara. Agarda hozirni o'zida to'g'risini gapirmasang, mana shu uydan ketasan. Sen bilan ajrashaman. Gapir! Pul uchunmi? Qo'ysangchi, Jallaka. Yur bu yoqqa. Jallaka. Yur dedi. Jallaka, to'xtang. Yur. To'xtang. Yur dedi.